Agar siz uyingizdagilarga haliyam Anna Pavlova tortini qilib bermagan bo'lsangiz, tabriklayman, endi sizda ajoyib retsept bor. 6 tuxum oqini miksirlashdan boshlaymiz. Oppoq penka holatiga kelgandan keyin esa 300 gramm shakar solib, yana miksirlaymiz. Undan keyin limonli kislota, kukuruznik kraxmal solamiz. Shakarlar erigungacha miksirlaymiz. Xohlagan formalada chiqarsanglar bo'ladi. Men pergament qog'ozga chizib oldim. Mana op shu 3 ta korj chiqdi. Ustilarini esa chiroyli chiqishi uchun ataylab ko'tarib qo'ydim. 150 gradusda qizib turgan pechda 50 daqiqada pishirib olamiz. Korjlarimizni pergamentda o'zida sovutsanglar, shunaqa ko'chishi ham oson bo'ladi. Krem uchun 350 gramm qaymoq, 100 gramm sgushanka quyulgunigacha miksir qilamiz. 100 gramm saxarli pudra, 100 gramm krem chiz solamiz. Shunaqa mazali qattiqqina krem bo'ladi. Endi esa menga yoqadigan qismiga keldik. Korjimizni qo'yib, kremlarni surtib, ustidan malinalarni terib, ikkinchi korjimizni ham xuddi shunaqa qilib joylashtiramiz. Xohlagan mevalardan foydalansanglar bo'ladi. Qulupnay, malina, golubika. Qanaqa bezatish o'zingizlarning fantaziyalarga bog'liq. Menda bugun malina hamda golubika. Pavlova tortimiz tayyor bo'lgandan keyin 1 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Unda kremlari korjlariga o'tib, yanada mazali bo'ladi. Buni kesilishini ko'rdinglarmi? Qanaqa chiroyli, ishtahochar bo'ladi. Bir xil tortlardan zerikkan bo'lsanglar, tayyorlab ko'rishingizni tavsiya beraman. Retsept hamda tayyorlanishini opisaniyada yozib qoldiraman. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar.